Hamroqulova telefonni yig'ishtiring. O'rtoqlar, telefon deganda yana bir narsani aytib qo'ying. Hozirgina menga topshiriq bo'ldi. Hakkerlar tomonidan kiber xavfsizlik ogohlantiryapti. Mana Telegram kanalingizga har xil bir narsalar kelyapti ekan-ku. Nima edi? APK fayldan. O'shunaqa fayllar kelyapti. Begona emas, o'zi bilgan tanish bilish yaqinlar tomonidan jo'natilyapti ekan. Ammam, tog'am, xolam jo'natibdi. Bu nima ekan deysiz? Shu rasm, shu video sizga tanishmi deydi. Qanaqa videoga tushgan ekanman, bu qanaqa rasm ekan deb qiziqib ustiga bitta bosasiz, ochilib hamma sizning shaxsiy ma'lumotlaringiz, karta raqamlar hammasi hakkerlar qo'liga o'tib ketar ekan. Tushunarlimi? Rasvo bo'ldi. 100 millionlab nomingizga kredit olib mumkin ekan. Hushyor bo'lish kerak o'rtoqlar. Rais bu abzarga bormasak, abzari ko'rmasa, xat hujjatiga qo'l qo'ymasak, qanday qilib bizning nomimizga 100 million kredit oladi? Ey, sota qo'ysa, aqling yetmasa, indama, xo'p deb qo'y, menga ham shuni aytishdi-da hozir, ertaga bitta bosib qo'yib 100 million kreditni seni nomingga olib qo'ysa, mana bu yerdan ko'zingni suvni oqizib, rais bu uyim kuydi, endi nima qilay deb kelsang, nima deymanki, tur yo'qol deymanki. Tushundingmi? Voy, mana u ayolga hech gap tushunarli bo'lmasa ekanda, voy, Hamroqulova, telefonni yig'ishtiring dedim sizga. Bu telefon emas-ku, o'rtoq rais, planshet-ku. Planshetmi, telefonmi, oq it, qora it, bari bir it. Deya qoling. Gapga tushunmaydiganda xildan ekansizda o'zi. Tushunarlimi? Meni gapim tushunarli. Shuni barcha mahallamiz fuqarolarga yetkazinglar. Sizni butun barcha ma'lumot So'g'ilib. Qarag'och. Tez yordam chaqir. Tez yordam. Rais bu, bu tez yordam shart emas. Planshetini qaytib bering, o'zi kelib qoladi. Rahmat rais bu, rahmat.